Marg'ilonda do'stlarimiz juda ko'p. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Ana mikrofonni menimcha yoqib berishdimi, yoqib berish. Gapirib ko'ring-chi. Bir. Bo'ldi. Ismingiz nima aka? Azizbek. Azizbek ham Marg'ilonda. Mashina o'zingizniki. O'zimniki. Xo'p, bozorni ko'rib keldingiz. Chetda sotaman deb. To'g'rimi? Xo'p. Bir qo'lmisiz? Bir qo'l o'zim Dubaydan oldirib kelganman. Dubaydan o'zingiz olib kelgansiz. O'zingiz borib, oldirtirganman. Oybek akalardan olgansiz. Orient Motorsdan. Orientdan olgan, o'zimizdan olgan ekan. Orient Motorsdan olgan bo'lsangiz, bu Dubay emas aka. Yo'q, Dubay. Bu adashmasam Yapon bo'ladi. Yo'q, bunisi Dubay ekan. Dubay. Ya'ni GCC deyiladi. O'sha Strana Zaliva deydi. Zaliv o'zbekchasi qanaqa bo'lardi? Siz Strana Persidskого залива deb ataladigan davlatlar bu arab davlatlari ko'proq. O'sha arab davlatlariga Eksport qilingan mashina. Xo'sh, nechinchi yil edi bu? 22. 2022-yil, to'g'rimi? Bir qo'l mashina. Bir qo'l. Xo'p, nima qildingiz bunga? Bunda broneplyonka nimadirlar qilmaganmisiz? Ichini qildi, ustini hech nima qilmadingiz, to'g'rimi? Qiynamadimi? Yo'q. Umuman. Mashina faqat Marg'ilonda yurdi. Faqat Marg'ilon. Marg'ilonda yo'llari juda zo'r bo'lib ketgan. Men o'zim yaqinda borib keldim. Toshkent bilan deyarli teng. G'adir-budur yo'lini ko'rmadim. Shahar kichkina, lekin oldin bo'lardi G'adir-budur yo'llari. Hozir juda ham zo'r bo'lib ketibdi. Mayli. Endi bu avtomobilda tog'da yursangiz ham sezilmaydi Toyota Camry. Qo'rqmasdan aytish mumkin. Yana eng qizig'i bu gibrid